Dorbozga ko'rdingizmi qancha dushmaningiz bor? Kim-kimni qarshi chalganini eslab qoldingizmi? Ana shu hamma sizni dushmaningiz bo'ladi. Tashasin o'yladi ko'ramiz. Ha, buning tomosha mana. Buning tomosha oling. So'nglarda tomosha ko'rsatsin. Albatta qarshi bilan kelamiz endi. Barakala Dorboz. Otang seni loshinim degan. Onang esa botirim. Xalqim bir suyib atagani bir shunqori. Dorboz maqsading ne desalar, eliga tinchlik va omonlik, senga shodlik bo'lsa bas. Maqsadingdan